Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ana Mang'it vokzalindamiz. Poyezimiz kirib kelishdi. Boshladi Mang'it vokzalidan. Assalomu alaykum. Bir, iki, uch, to'rt vagoni bor ekan ana. Bir minut shu provodnik akamizni vaqtini olishga harakat etamiz qo'ldan kelgancha. Nasıl? Adam o'tiribdi. Necha o'rindig'i bor bu yerda? Bir vagonda 47 odamga место bor. Televizorlar va sharoitlar bor ekan. Qisqasi hozir video davomida to'liq nechadan nechagacha o'tadi, to'xtaydi, barisini aytib o'taman. Ashqmisizlar va tomosha etib turasizlar. O'zimizning poyezdning narsalarimiz shu adashmasam bir 2 minut vaqt to'xtab oladi shu yerda apazdani. Shu odamlar minib o'sha to'g'lar tushib olish uchun. Va poyezd ketishni boshladi. Nukusga qarab ketib qo'ytirgan poyezd bu. 5 dan 15 minut o'tdi hozir. Bitdan keyingi 5 dan 15 minut. Shuni ham aytib keting. Odam to'la ekan ichida ko'rib o'tdingizlar. Bu Mang'it vokzal lokatsiyasini video ostida qoldirib ketaman. Og'zaki tushuntirib o'tadigan bo'lsak, buni Mang'itdan kelaverish yo'li, Gurlanga qarab o'tish yo'li, ya'ni kelsangizlar Mang'itdan Gurlanga qarab yurishda chap qo'lingizda, Gurlandan Mang'itga qarab kelishingizda o'ng qo'lingizda joylashgan bo'ladi. Atko'rma mahallasining yonindagina joylashgan. Raspisaniyasin esa video oxirida rasmini qoldirib ketaman, nechada kelib to'xtashlarini. Og'zaki aytib o'tadigan bo'lsak, Nukusdan Urganchga qarab chiqqan poyezd Mang'it vokzalida ozangi soat 7 dan 10 minut o'tganda to'xtaydi. Urganchdan Nukusga qarab chiqqan esa bitdan keyingi 5 dan 10 minut o'tganda. 2 minut, 3 minut apazdaniya bilan.